Tashkil. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men sizlarda bir inson mana 27-sentyabrdan boshlab Umid Gulshani sanatoriyasiga kelib davolanyapman. Men nihoyatda xursand kelganimdan. Bu yerning manzarasi juda yaxshi, tabiati, mevali daraxtlari, gullari, havosi juda toza, birinchidan. Ikkinchidan, yangi yaxshi korpusda joylashgan. Boshqa sanatoriyalardan yaxshi tarafi, birinchisi tekshiruvda o'tasiz birinchi etajda. Davolash proseduralari ham shu etajda qilinadi. Yuqoriga chiqamiz lift bilan. Bir joyda juda kompaktni. Oshxonasi ham yaxshi, ovqatlari. Bu yerda ishlaydigan mutaxassislar juda yaxshi. Masalan, kardiolog, nervopatolog, aksher-ginekolog, urolog, juda o'z tajribali mutaxassislar. Bu yerning yaxshilik tarafi boshqa tarafdan bu yerda chuqur tekshirilib, qayerda kamchilik bor, tashxisini qo'yib davolaydilar. Xususan hech qayerda yo'q, masalan, farzandsizlik ko'p yoshlarni hozir qiynayapti. Shular bu yerga agar kelsa, tekshiruvdan o'tib, nima o'sha kasallikning sababi aniqlanib, vrachlar tomonidan javobli vrachlarimiz davolanib, vrachlar tomonidan yaxshi davolanish beriladi. Keyin bu yerda suv bilan davolaydi, issiq suv bilan, tabiiy. Issiq suv hamda balchiq bilan. Ana bu Farhod degan yigitimiz juda yaxshi. Endi suv bilan balchiqning yaxshi tarafligi bular tabiiy narsa, zarari yo'q. Keyin bilasizlar, farzand onani qornida suvning ichida katta bo'ladi 9 oy. Shuning uchun vannalar juda yaxshi lichin beradi. Qaysi kasallik desak, bu farzandsizlik deysizmi? Bu yurak kasallik deysizmi? Bu travmatologiya, ortopediya, bo'g'in kasalliklar deysizmi? Hammasiga juda yaxshi yordam beradi. Bu yerda kollektiv juda inoq, kecha kunduz xalqimizga xizmat ko'rsatiladilar. Ana men bir haftadan beri davolanyapman. Juda rozi bulardan. Sizlarga ham taklif qilaman. Ba'zi joylarga borasizlar, antibiotiklar yozadi, boshqa narsalar, ular kerak emas. Shu yerga murojaat qilsangizlar, mana men misol aytaman, Qashqadaryodan Abduvaliyev Rustam degan yigit 12 yildan beri kelar ekan. Shera kelgandan keyin, yildan olgandan keyin Alloh taolo ikkita farzand beribdi. Ana shu yil kelib yana davolanib o'tiribdi hozir 3-farzand uchun. Misollar juda ko'p. Shuning uchun men sizlarga tavsiya qilaman. Shera kelib, bu demak Toshkent viloyati Kibray tumanida joylashgan Umid Gulshani sanatoriyasi. Hammalaringizni taklif qilaman.